Avvalambor assalomu alaykum. Mana bugun biz Qashqadaryoga bir mehmon olib keldik. Kurash bor ekan. Yo'ldan o'tardik. Mana akamiz salon ochgan ekan, Jetavur salonni. Bugun bir qiziqlik nasib bo'lsa, bitta olmoqchi bo'lyapmiz. Bir kurashga borib bir sinab kelib ko'raylik qani. Ma'qul kelsa hammaga tavsiya qilamiz. Mashina sinab ko'ryapmiz hozir. Bunda bizning yo'llarga yaxshi. Mashina ketishi, mashina yo'llarga. Через 300 метров повернуть направо. Ondan bildirmaydi. Bugün o'zi salonga bordik, niyat bilan asbsa bir Jetavur olamiz deb niyat qilgandik. Akam aytdi, "Ukajon bir avval bir minib ko'r, bir qulayliklarni ko'rgin" dedi. Bugün mana bordik, har xil yo'llarda yurdik bugün. Sal adashmovchiliklar bo'ldi, adashdik, boy yo'l ham bo'ldi, toqqa ham chiqdik. Menga juda yoqdi mashina. Nima desam bo'ladi? Komfortchi, chiroyli, hadoy sistemasini oladigan bo'lsak, juda menga yoqdi. Mehki mashina. Gap yo'q. Qulayliklar juda yaxshi ekan, hammaga tavsiya qilamiz.